Elitstroy obunachilari ko'rishingiz mumkin, sizlar uchun 45 gradusda kesadigan tarsovka aralarimiz keldi. Temir kesadigan varianti, taxta kesadigan varianti. Ko'rayotganinglar metr firmasiniki bo'ladi. 220 volt ishlaydi. Rasxodiga keladigan bo'lsak 1600 watt, minutiga 6000 оборот ishlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, men butini bosib 45 gradusda kesib ishlatsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa oldida richagi bor, buni bosib bu tomondan bemalol ishlatsanglar ham bo'ladi. Xullas, diskini razmeri keladigan bo'lsa 255 40 ta tishli bo'ladi. Xohlasanglar bu diskini almashtirib, kichkina variantlarni qo'yib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar buni bitta joyga qo'yib qo'yib, stanok sifatida ishlatsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa olib borib, ko'tarib, xullas liboy obyektga borib bemalol ishlatib yursanglar bo'laveradi. Bunisiga keladigan bo'lsa, bunisi ham 220 volt ishlaydi, 2200 watt rasxod qiladi, 3800 оборот ishlaydi minutiga. Xuddi shu ko'rayotganinglarni diskini razmeri 355 bo'ladi. Bunisi ham 45 gradusda bemalol bo'lib ishlatsanglar bo'ladi. Xullas, kimga xuddi shunaqa tarsovka aralarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Elitstroydan bemalol topsanglar bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilasizlar.